Hadi joningdan sen. Ana qarang jon. Laqablari baron. Ko'ryapsizmi? Zarda ham o'ta kuchli. Ko'ryapsizmi? Hojaka. Hayda. Hayt 5 qashqa, qarang. 5 qashqa. Nihoyatda chiroyli, bo'ylari 1.65 plus. Hop, bismillah, assalomu alaykum asl tulpor obunachilari. Namanganda Chortoqqa keldik inshaalloh. Ismingiz nima edi aka? Botir Ali. Botir aka otxonalarga kelganmiz inshaalloh. Otimizni qarang, go'zalligini, nihoyatda chiroyli. O'zlarini boqib turgan otlar ekan. Buni sotamiz. Zotlari Yevropa aka. Yevropa, xudo xolasa, buni ulog'i yo'q. Toy hali. Toy. Yangi mingi bo'lgan. 2 yosh, ha? 2 yosh. Yangi mingi bo'lganmi? Aha. O'g'ilcha mingi qilganda aka. Mashalloh, buni uloq-bulog'i yo'q, boshqasi yo'q, yangi mingi bo'lgan. Nimalarga, Jahongir polvonga o'xshagan ot bilan shug'ullanadigan odamlarga vizif qilamiz inshaalloh. Qarang, otning go'zalligini ko'ryapsizmi Jahongir? Bo'ylari 1.60 plusga ekan. Yovosh inshaalloh. Prosta biz minolmaymiz, Botir aka ham minolmayaptilar. Ko'rsata olmayapmiz, lekin ot 2 yosh ekan, yeb ichishi, sog'lomligi, yovoshligi javob, ha? Jonini Allohga omonat. Narxi nech pul deymiz aka? Narxi 3500 aka. 3500 dollar deyapsiz. 3500 dollar. 3500 dollar. Hop, buni baho qilishmagan, ha? Yo'q. Yo'q, bu dehqonchilik aka. Olganingizga 6 oy bo'ldi dedingiz. 6 oy bo'ldi, ha. Endi buni aka yaqinroq qilib turib aytaylik, nech pul sotamiz buni? Shu 3500 ozgina xayri bor. 600 o'ta go'zal ekan, menga yoqdi, lekin buni obunachilarimiz misol murojaat qiladigan bo'lsa, nech pulga beramiz? Telefon qilishaversin, kelishamiz. Ayting, yaqinroq qilib. Telefon qilishaversin, kelishamiz. O'zingiz ham o'sha balandroqqa olganmisiz? Ha, baland olganman. Ancha balandga olgansiz, lekin otni o'zi ishonarli-da. Shunga yarasha misollarga sifati, ko'rinishi-yu, lekin ot bilan otni izohda yozib ketasiz, xudo xolasa, farqi borligini bilyapsiz, ko'ryapsiz jonivorni. Buni siz zardalarni tomosha qiling. Ha, joningdan sen qarang. Hadi. Ha, joningdan sen. Ana qarang jon. Baron. Ha, baron ekan, baron. Laqablari baron. Ko'ryapsizmi? Zarda ham o'ta kuchli. 3000, ya'ni zot haqiqiy, misol toza zot bo'lsa, zarda bo'lar ekanda otda. Albatta. Agar hashak ot bo'lsa, kaltagini yeb bo'lsa ham, hashak bersangiz ham qarayverar ekan. Bu unaqa emas-da, ko'ryapsizmi? Ot o'ta Hoji aka, siz uchun qarang, Chortoqqa keldik, nihoyatda chiroyli ot top qo'ydik. Tarbiyalasangiz o'ta go'zal bo'ladi. 3500 dollardan xayriga narx-navosini o'zingiz gaplashasiz. Telefonlarni kiritamiz. Telefoningizni kiritaylik. Xo'p, 94lik. 94lik 014 014 52 13. 52 13 Botir akaga murojaat qiling. Hoji aka, nihoyatda chiroyli ot top qo'ydik, inshaalloh bosaveradigan joy. Kech qolmasangiz bosavering. Yana bitta Yevropamiz bor, uni ham obzorini qo'yamiz. Ha, joningda. Ha, hayt. Ko'ryapsizmi? Hoji aka. hayda. Hayt joningdan seni. Go'zal-ku bu go'zal. Ayo, yondiramiz inshaalloh. Komment, like, ayamaymiz. Poddeshka. Ketdi, mana Yevropasini ko'rsatamiz. Yana bitta Yevropasini. Inshaalloh, nihoyatda chiroyli qarang. Bunisi 1.65 ha, Botir aka? U 1.65 bo'yi. 1.65. Go'zal-ku bu go'zal ha, Botir aka. Bu ham go'zal. Bu ham minga. Buni yoshi 3 yosh ha. Ko'p minilmagan, bir oy mingan xolos. Yoshi 3 yosh ha? Yoshi 3 yoshda. Yoshi 3 yosh, oyoqlarida taqalarini qadab qo'yilgan, xudo xolasa. O'g'illari minib yurgan ekan buni. Akamiz o'zi Qozog'istonda novochilik bilan shug'ullanar ekanlar. Odam yo'qligi uchun, o'qishga kirib ketganligi uchun sotmoqchilar. 5 qashqa, qarang. 5 qashqa. Nihoyatda chiroyli, bo'ylari 1.65 plus. Yeb ichishi, sog'lomligi, yovoshligi. Yovoshligi ham javob, jonini Allohga omonat. Buni narxi nech pul Botir aka? Buniki 3000. 3000 dollar. Xayri bor. 3000 dan o'tib beramiz. O'tib beramiz. U yog'ini o'sha aytganimizdaqa o'zingiz tirsillatib ekaningizga, bularni ham zardalari bor aka. O'ta kuchli. O'ta kuchli. Ha, bu alginaqa. Qarang, ustiga chiqqanda ko'rsatadi bu hunarini. Yovvoshligini qarang, hoji aka, ko'ryapsizmi? Nihoyatda katta narsa, lekin tirsillatib ekaningizga izohlarda fikringizni qoldirib, rosa bosaveradigan joytidan top qo'ydik. Qarang, prosta minadigan odam bo'lganda yorardik-ku, endi nasib ekanda. O'g'illari o'qishga topshirgan, kirib ketdi. 3000 dollardan u yog'ini plyus minusini o'zingiz gaplashasiz. Nomerlarni takrorlaymiz. 94lik
014 014 52 13. 52 13. Jonivorni 5 qashqa. Nihoyatda haligi hashaki otmas bu. Misol shunchaki ishga miniladigan, arava tortishga bir haligi narsa qiladigan ot emas. Ko'ryapsizmi? Sifatini ham, boshqasini ham yaltirashini qarang. Akamizni bog'larida turgan ekan, minadigan odam bo'lmaganligi uchun sotamiz. Tez ulgurib qoling, ulgurmasangiz, asl tulporda kuzatsangiz, yana ham zo'rlar chiqadi. Salomat. Ko'ring, qaysi bir ma'qul kelsa, xohlasangiz ikkalasini bosib o'ring, xohlasangiz bitta bosib o'ring. Bizga farqi yo'q. Botir akaga murojaat qilaverasiz. Nihoyatda chiroyli. Ko'ryapsizmi? Ikkalasi ham o'g'il. Bunisi 2 yosh, bunisi 3 yosh. Rosa yoshiga yetilib, agar uloqchi tarbiyalaydigan uloqchilarning qo'liga tushib qolsa, buni haqiqiy ot qiladi. Endi biz unaqa ot qila olmaymiz. Qo'ldan kelgancha, Alloh qodir qilgancha sizga yetkazishga harakat qildik. Salomat bo'ling, izohlarda fikringizni qoldiring.